Janubiy Livanda urush alangasi. Hezbolloh va Isroil mudofaa kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar yangi bosqichga chiqdi. Janubiy Livanda vaziyat keskinlashib, Hezbolloh va Isroil mudofaa kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar tobora kengayib bormoqda. Dastlabki cheklangan raketa almashinuvi sifatida boshlangan qarama-qarshilik endilikda dron hujumlari, keng ko'lamli havo zarbalari va hatto yer usti janglariga aylangan. Janubiy Livandagi Bint Jbeil shahri yana asosiy jang maydoniga aylangan. Bu hudud tarixan ham muhim bo'lib, 2006-yildagi Livan urushi paytida eng shiddatli to'qnashuvlar aynan shu yerda yuz bergan edi. Hozirgi xabarlarga ko'ra, Isroil kuchlari hududni qisman o'rab olgan va ayrim pozitsiyalarga kirib borgan. Hezbolloh esa yaqin masofadagi janglar orqali qarshilik ko'rsatmoqda. Bu esa mojaro yangi, ancha xavfli bosqichga o'tganini anglatadi. So'nggi kunlarda Hezbolloh tomonidan dron hujumlari kuchaygani kuzatilmoqda. Shuningdek, Shimoliy Isroilga o'nlab raketalar uchirilgani haqida xabarlar bor. Ularning aksariyati Isroilning havo mudofaa tizimlari tomonidan yo'q qilingan. Bunga javoban Isroil mudofaa kuchlari Janubiy Livandagi nishonlarga keng ko'lamli zarbalar bermoqda. Har ikki tomon ham bir-birining harbiy infratuzilmasini yo'q qilishga urinmoqda. Eng tortishuvli holatlardan biri Isroil mudofaa kuchlari tomonidan kasalxonaga uyushtirilgan reyd haqidagi da'volardir. Isroil tomoni bu obyekt jangarilar tomonidan harbiy maqsadlarda ishlatilganini va operatsiya davomida jangarilar yo'q qilinganini ma'lum qilmoqda. Biroq Hezbolloh bu da'volarni rad etmoqda. Mustaqil manbalar orqali bu holatni tasdiqlash hozircha qiyin bo'lib qolmoqda. Bu esa axborot urushi ham jadal davom etayotganini ko'rsatadi. Mojaro kengaygani sari tinch aholi orasidagi talafotlar ham ortib bormoqda. Janubiy Livandagi qishloqlar vayron bo'layotgani, ayollar va bolalar halok bo'layotgani haqida xabarlar mavjud. Infratuzilmaning izdan chiqishi va majburiy ko'chirishlar mintaqadagi gumanitar inqiroz va xavfini kuchaytirmoqda. Harbiy jihatdan qaralganda, Isroil mudofaa kuchlari texnologiya va aviatsiya borasida ustunlikka ega. Zamonaviy qiruvchi samolyotlar, dronlar va raketaga qarshi tizimlari Isroilga sezilarli afzallik beradi. Biroq Hezbolloh ham jiddiy raqib bo'lib qolmoqda. U hududni yaxshi biladi, keng tunnel tarmoqlariga ega va partizan urushi taktikasini samarali qo'llaydi. Eng muhimi, u hali ham raketa hujumlarini davom ettira olyapti. Tahlilchilarga ko'ra, agar Isroil kuchlari Litani daryosigacha chuqur kirib borsa yoki Hezbolloh yanada keng ko'lamli raketa hujumlarini boshlasa, majora to'liq Isroil-Livan urushiga aylanishi mumkin. Bu esa butun mintaqani beqarorlashtirishi, hatto yirik davlatlarning aralashuviga olib kelishi ehtimolini oshiradi. Hozirgi vaziyat shuni ko'rsatadiki, tomonlardan hech biri tezkor g'alabaga erisha olmayapti. Majora asta-sekin cho'zilayotgan, murakkab va ko'p qatlamli urushga aylanmoqda. Janubiy Livandagi bugungi voqealar nafaqat ikki tomon o'rtasidagi qarama-qarshilik, balki butun yaqin Sharq xavfsizligi uchun jiddiy sinov bo'lib kelmoqda. Rossiya va AQSh o'rtasida Eron bilan olib borilayotgan muzokaralarga yondashuv borasida yana bir bor qarama-qarshilik yuzaga chiqdi. Moskva vakillari muzokaralarning so'nggi bosqichi kelishuvsiz yakunlanganini diplomatiyaning muvaffaqiyatsizligi sifatida emas, balki haddan tashqari yuqori va real bo'lmagan umidlar natijasi sifatida baholamoqda. Rossiyaning xalqaro tashkilotlardagi vakili Mixail Ulyanov bu borada o'z fikrini bildirib, murakkab xalqaro masalalarda tezkor kelishuv kutish noo'rin ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron yadro dasturi kabi masalalar uzoq va bosqichma-bosqich muzokaralarni talab qiladi. U shuningdek, AQSh siyosatchisi Vansning tezkor natijalar haqidagi ehtimoliy kutishlarini kinoyali tarzda savol ostiga qo'ydi. Mazkur muzokaralar markazida 2015-yilda imzolangan Eron yadro kelishuvi turadi. Ushbu bitimga ko'ra, Eron o'zining yadro faoliyatini cheklashi evaziga xalqaro sanksiyalardan yengillik olgan edi. Biroq 2018-yilda Donald Trump AQShni yadro kelishuvidan olib chiqqach, vaziyat yana keskinlashdi.
Hozirgi muzokaralar Eron va AQSh o'rtasidagi kelishuvni tiklashga qaratilgan bo'lsa-da, tomonlar o'rtasidagi ishonchning pasaygani jarayonni murakkablashtirmoqda. Sanksiyalarni bekor qilish, yadro faoliyatini cheklash va majburiyatlarga qaytish kabi masalalarda hali ham kelishmovchiliklar mavjud. Rossiya tomoni esa bu jarayon tabiiy ravishda uzoq davom etishini va undan tez natija kutish noto'g'ri ekanini ta'kidlab kelmoqda. Shu bois muzokaralarning vaqtincha natijasiz yakunlanishi umumiy diplomatik jarayonning muvaffaqiyatsizligi sifatida emas, balki murakkab kelishuvi sari olib boruvchi bosqich sifatida baholanmoqda.